bugun mening 63 yoshli dadajonimning bayrami. Dada, eslaysizmi? Shu yoshingizgacha oddiy shofyorlik orqali bizani birovdan kam qilmasdan, yemasdan yedirib, kiymasdan kiydirib katta qildingiz. Mashinamiz oddiy Jiguli bo'lganda, qishda motor muzlab qolganda, motoriga issiq suv qo'yib, orqasidan itarib zavodi qilib, shu sovuqda ham bolalarim och qolmasin deb ishlagan dadajon, mehnatingizga rozi bo'ling. Biz farzandlaringizni juda ham yaxshi ko'ramiz, dada. Endi navbat farzandlaringizniki. Inshaalloh dadajon, bitta qizni emas, 10 ta qizni o'rni bosadigan qiz bo'laman. İstasangiz ming o'g'ilni o'rnin bosay, bir lahzalik shodligingizga jonim osay. Kechirdingiz hatto ota gunoh qilsay, yana bir bor